Malika. Uy. Yomon qo'rqadi Malika. Mashoqqa tushib ketadi. Qaranglar. Nimadirlar rasmlar chizilgan. Это наш Stofer. Voy. Yo, chigarlar bugun biz Tashanda bunaga keldik. Bir, ikkinchi qov. Odamlar yo'q. Qaranglar. Akalar tinchgina keta qolaylik. Yo, oxirigacha ko'kda aylanib chiqish kerak. Maqsadimiz shu yerda ko'rib chiqishida oxirigacha qilamiz. Ha, bilmadim, lekin men hozir o'ylayapman. Aziz hozir. Og'ayni qara. Hozir nimadir bo'lsa, bilib bo'lmaydi, to'g'risini aytayapman. Yalni aqling. Umrimda birinchi marta yurishim bunaqa joylarga. Taklar mana shu. Oling mana bu toshlarni. Mana shu toshlar. Yosh bolani boshiga tushib, mana shu yerda vafot etgan. Men yomon qo'rqayman lekin La ilaha illalloh Muhammadan Rasululloh. Yo Allohim, eson-omon keldik, eson-omon chiqib ketaylik bu joylardan. Yo Allohim. Wow. Akalar qaranglar, вообще o'pirilib tushgan devorlar. Mana yozuvlar. Mana nimadan ovozlari eshitilyapti. Akalar qaranglar. Chuqur pastda nimadirlar ovozlari eshitilyapti. Bular armaturalar ko'rinib turibdi. Armaturalardan ko'rinib turibdiki, bu joy juda ham mustahkam qurilgan. Agar temir tersa armaturalarni buzib sotgan taqdirda ham nerealniy summa bo'ladi. Wow. Qaranglar, burasi bu yo'l yonib ketganga o'xshaydi. Wow. Bu maktab lekin juda ham mustahkam qurilgan, chunki qadimgilar SSR davridagi qurilgan binolar mustahkam bo'ladi deb aytishgan. Qanaqa narsa topib oldim mana. Malika Eva Elfi. Wow. Hozirlarga qaranglar, yozuvlarni ko'rsataman. Ba'zi go'z tanassuslar unutilmas. Qaranglar. Bunaqa patvalda nimadirlar, patvalning o'rnini nimadirlarni ovozlari eshitilyapti. Akalar mana